Pyotr Girayevning kashfiyotlari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Pyotr Girayevning ikkinchi kashfiyoti so'z haqida edi. Biza aytadigan so'zlarimizni shifo baxshligi yoki aksincha odamni o'ldirishi mumkinligi haqida edi. Olim DNK inson nutqini tushunishini tasdiqlaydigan eksperimentlar seriyasini o'tkazadi. Ya'ni molekula shunchaki ovozdan ta'sirlanibgina qolmasdan aytilgan so'zlarning ma'nosini ham tushunar ekan. Xuddi kompyuter programmist komandalarining tushungandek tushunar ekan. Girayev inson sog'lom DNKlardan namunalar olib mikroskop ostiga qo'ydi va ularga ovoz to'lqinlari orqali ta'sir o'tkazdi. O'z tajribalarida u inson nutqi bilan modullashtirilgan maxsus lazerlardan foydalandi. Lazer nurli ovozdagi informatsiyani molekulaga strukturasiga bevosita o'tkazadi. Avvalo yomonlash, la'natlash teksti amalga oshiriladi. Girayev bu tekstda o'zi bilgan eng qo'pol yomon so'zlarni, la'natlashlarni ishlatadi. Natijada mikroskopdan qaralganda juda ham xunuk manzara paydo bo'ladi. Xromosomalar o'zgarib boshlaydi, ular egri-bug'ri bo'lib qoladi, keyin uzilib ketadi. Xromosoma bu genlarni o'zini ichiga olgan hujayralar ichidagi strukturada zararli ta'sir har sekund tobora ortib boradi. Natijada hayratlanarli bo'ldi. DNK ko'rgan zarar 30,000 rentgen radiatsiya quvvati ta'siriga to'g'ri kelardi. Buni tasavvur etish uchun insonni o'ldiradigan nurlanish 400 rentgendan iborat bo'lishini bilish o'zi kifoya. Bitta la'natlash o'ldirish quvvatiga ega bo'lgan rentgen nurlaridan 75 marotaba katta ekan. Bu majoz emas, balki asbob uskunalarda o'lchangan fizik reallik o'ylab topilmayapti. Buni ilm isbot qilyapti. Undan keyin Girayev aksincha eksperiment qildi. U la'natlangan DNKlarni la'natlash tufayli vayron bo'lgan o'sha avvalgi molekulalarni olib, ularga yaxshi so'zlar orqali ta'sir qila boshladi. Duo o'qidi, buddaviy mantralarni aytdi, oddiy shirin gaplarni aytdi. Bularning hammasi chuqur va samimiy hissiyot bilan aytildi va mo'jiza yuz berdi. Yirtilgan xromosomalar yana tuzala boshladi. Ishdan chiqqan joylari tiklana bordi. Jarayon ko'zning o'ngida sodir bo'lgandi. So'zlarning emotsional, hissiy rangi qancha kuchli bo'lsa, shifolanish tezligi shuncha tez bo'ldi. Dildan aytilgan samimiy duolar quruq mexanik takrorlardan tezroq ko'ra ta'sir qildi. Beparvolikdan ko'ra samimiy mehr samaraliroq davolar ekan. Girayev bu tajribalardan har bir aytilgan so'zimizga bizani tanamizni dasturlashni tushuntirdi. Bu psixologiya emas, bu o'ziga o'zi ta'sir qilish platsebo holatida ham muhim edi. Bu molekula strukturasiga tush to'lqinlarni to'g'ridan-to'g'ri moddiy fizik ta'siri edi. Demak, masalan, ona o'z bolasiga jahl bilan baqirsa, u bolasini DNKsiga vayron qiluvchi ta'sir qilar ekan. Shuningdek, agar odam o'ziga o'zi men betobman, men keksayib qoldim, men ular holatdaman desa, u tom ma'noda o'z hujayralarini ichkaridan o'ldirar ekan. Ya'ni o'zini o'zi ichidan yemiradi. Ammo teskari jarayon ham ishlaydi. Agar kishi o'ziga, boshqa odamlarga yaxshi so'zlar aytsa, shifolanish, yaxshilanish jarayoniga yo'l ochar ekan. Shu ma'noda duoga ham osmonga murojaat ta'sirida emas, balki genetik kodni tiklaydigan genetik to'lqin terapiyasi deb qaralish kerak. Tushunasizmi? Siz duo qilganingizda, Allohga murojaat qilib duo qilganingizda, sizni o'sha DNKlaringizni o'zingiz o'sha duolarni o'zgartirayotgan bo'lasiz. Xullas, har bir aytilgan yaxshi so'zimiz dori, har bir qarg'ash, la'natlash, yomon gap zahar ekan. Endi siz men charchadim, boshim og'riyapti, bunga chidab bo'lmaydi, men buni ko'tara olmayman, qabildagi vayronkor gaplarni kuniga necha marta ichingizdan fikran yoki ustingizda gapirib aytganlaringizni tasavvur qiling. Har biri DNKga 30,000 rentgen kuchi barobarida ta'sir beradi, zarba beradi. Farazingiz iborangizni kunlar, oylar, yillarga ko'paytirib hisoblayinchi, demak shifokorlar qayerdan kelib chiqishini tushuntirib bera olmayotgan kasalliklarni mana shu maydonga keltirar ekandek. Lekin bu hali hammasi emasdi. Keyingi kashfiyoti ham bor edi. Bu kashfiyot uchun ba'zi odamlar kasal bo'lmasdan 100 yoshgacha umr ko'radi, boshqalari 50 yoshda bedavo kasallikdan vafot etadi degan masalani yoritishga yordam berardi.